Birinchi kecha. Boy bilan jin hikoyasi. Qadim zamonda bir boy bo'lib, mol-u mulki haddan ortiq ekan. Boshqa shaharlarda ham uning do'konlari bo'lgan ekan. Bir kun u nasiyalarini undirish uchun g'arb tomonga safar qilibdi. Yozning issiq kunlari ekan. Havoning issiqligi qattiq ta'sir qilib, biroz dam olish niyatida bir daraxt tagiga kelib o'tiribdi. Xaltasidan xurmo bilan bir burda non olib yetdi. Xurmoni yeb, urug'ini bir chetga otgan zamonoq qilich yalang'ochlagan bahaybat bir jin paydo bo'libdi. U boyning yoniga kelib, "Bolamni o'ldirding. Men ham seni xuddi shunday o'ldirishim kerak", deb do'q ura boshlabdi. "Bolangni qachon o'ldirdim?" deb so'rabdi boy. Jin javob berib debdi: "Xurmoni yeb, urug'ini otganingda bolamning ko'kragiga kelib tegdi. Shu ondayoq u til tortmay o'ldi." "Quloq sol, hoy jin", debdi boy. "Mening kishilardan qarzim, ancha-muncha mollarim ham bor. Xotin bola chaqalarim, yana muhim oldi berdilarim bor. Menga muhlat ber, o'z shahrimga boray, har kimlarning haqlarini o'zlariga topshiray. Boshqa ishlarimni bitirib so'ng qaytay. Nima qilsang qilarsan." Jin qabul qilibdi. Boy yo'lga tushib uyiga yetib boribdi. Yil oxirigacha bola chaqasi oldida turib, hamma ishlarni bitiribdi. Boshiga tushgan hodisani bolalariga, xotiniga aytibdi. Kelgusi ishlar to'g'risida ularga vasiyat qilibdi. Keyin kafanini qo'ltig'iga olibdi-da, bolalari, xotini, qo'ni-qo'shnilari va qavm-qarindoshlari bilan vidolashib, bo'yniga sirtmoq solib, sudragandek yo'lga chiqibdi. Hamma yoqni qiy-chuv yig'i bosibdi. Boy va'da qilgan joyiga yetib boribdi. Shu kuni yangi yil kiradigan kun ekan. Boy o'tirib yig'labdi. Shu vaqt oppoq soqolli bir chol paydo bo'libdi. Uning yonida zanjirga bog'langan ohu ham bor ekan. Chol boyga salom berib, jinlar makonida ne sababdan yolg'iz o'tirganini so'rabdi. Boy jin bilan bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Chol hayratga tushibdi. "Birodar", debdi u boyga xitob qilib, "Balli, bu sarguzasht igna bilan ko'zga yozarlik ibratomiz ekan. Endi men ne voqea ro'y berishini o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha bu yerdan siljimayman." Chol boyning yoniga o'tiribdi. Boy bilan nimalarnidir so'zlasha boshlabdi. Borgan sari boyning xavfi ortar, poyonsiz xayollarga cho'mar, tashvish va qayg'usi ziyoda bo'lar emish. Shu vaqt ikki it yetaklagan ikkinchi mo'ysafid paydo bo'libdi. Itlari bo'riga o'xshash bahaybat ekan. U ham salomlashibdi-da, bu jinlar makonida o'tirishlarining sababini so'rabdi. Har ikkovi ham voqeani boshdan oyoq so'zlabdilar. Bular so'zni tamomlamay turib, uchinchi bir xachirli chol yetib kelibdi. U ham salom berib, ularning bu yerda ne sababdan o'tirganlarini so'rabdi. Voqeani boshdan oyoq aytibdilar. Shu orada birdan to'zon ko'tarilibdi. G'oyat dahshatli qora usti namoyon bo'libdi. Chang ichida qilich yalang'ochlagan boyagi jin chiqib kelibdi. Ko'zlaridan o't chaqnagan jin boyga tikilgan holda o'tirganlar tomon kelibdi. "Sen ko'zimning nuri, hayotim g'ururi, so'nggi bolamdan ayirding. Men ham seni shunday qilib o'ldiraman", deb boyning qo'lidan tortibdi jin. Boy faryod qilibdi. Chollar ham yig'lay boshlabdilar. Birinchi kelgan ohuli chol o'rnidan qo'zg'alibdi-da, jinning qo'lini o'pib shunday debdi: "Ey jinlar podshohi, agar gunohkorning 3dan 1 qonidan kechsang, mana bu ohu haqida hikoyani so'zlab berar edim. Hikoyam tahsinga sazovor bo'lmasa, ixtiyor o'zingda." "Durust", debdi jin. "Agar ajib hikoya so'zlasang, menga yoqsa 3dan 1 qonidan kechaman." Ohuli chol hikoyasi. "Ey jin", debdi chol so'z boshlab.
Bu ohu mening o'z qonim, o'z suyagim, amakimning qizi edi. Yoshligida men bunga uylandim. 30 yil chamasi birga umr kechirdik, lekin bola ko'rmadik. Ikkinchi bir qizga uylangan edim, to'lgan oydek bir bola tug'di. Qosh ko'zlarini, qaddi qomatini kishi maqtashdan ojiz. Asta-sekin katta bo'lib 15 yoshga to'ldi. Shu vaqtlarda men ko'p mol bilan o'zga bir shaharga ketdim. Amakimning qizi yoshligidan sehrgarlik, jodugarlikdan ta'lim olgan ekan. Men ketgach sehr qilib o'g'limni buzoq va onasini sigir suratiga kirgizib, ikkovini podaga qo'shib yuboribdi. Men safardan kech qaytdim. O'g'limni, uning onasini so'radim. Xotining o'ldi. O'g'ling qochib ketgan. Qayoqqa ketganini bilmayman, dedi amakimning qizi. Alamli ko'z yoshlarim bilan bir yilni o'tkazdim. Qurbon hayiti keldi. Cho'ponga qurbonlik uchun mollar orasidan bir semiz qoramol tanlab keltirishni buyurdim. Cho'pon semiz bir sigir keltirdi. Etagimni belimga qistirib, yengimni shimardim-da, qo'lga pichoq olib so'yishga hozirlandim. Sigir bo'kirib yig'lay boshladi. Toqat qilolmay harakatdan to'xtadim. Cho'ponga sigirni so'yib, terisini shilishni buyurdim. U bo'g'izladi, terisini shildi. Unda teri bilan so'ngakdan boshqa na go'sht, na yog' bor edi. So'yilganiga pushaymon bo'ldim. Biroq vaqt o'tgan, pushaymon foydasiz edi. Uni cho'ponga berib, semiz bir buzoq keltirishni buyurdim. Cho'pon sehrlanib, buzoqqa aylangan o'g'limni keltirdi. Buzoq meni ko'rishi bilanoq arqonni uzib men tomonga chopdi. Zorlanganday tipirchilab menga suykalar edi. Rahmim kelib, bo'shatishga buyurdim. Cho'ponni boshqa bir sigir keltirishga yubordim. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoyani to'xtatdi. Qanday ajoyib, yoqimli hikoya ekan, dedi singlisi. Agar shoh karam qilsalar, salomat qolsam, dedi Shahrizod. Ertangi hikoyam bundan ham qiziqroq bo'ladi. Shoh o'zicha qolgan hikoyani eshitmaguncha o'ldirmayman deb hukm mahkamasiga chiqib ketdi. Vazir esa qiziga kafan hozirlab kelgan ekan. Har daqiqada biror fojiali xabar eshitishni kutar, qayg'ularga cho'mib ezilar edi. Shoh hukmga o'tirdi. Kimlarni ishdan haydab, kimlarni ishga tayinladi. Qabul to'xtagach, o'z qasriga kirdi. Vazir aniq bir xabar eshita olmay, dam shod, dam qayg'uli kunduzni tunga uladi. Ikkinchi kecha. Dunyozod opasidan boy bilan jin hikoyasining davomini so'radi. Shohim ruxsat etsalar, dedi Shahrizod. Jonim bilan boshlayman. Shoh boshlashga amr qildi. Shahrizod hikoyani davom ettirdi. Ey saodatli shoh, yeng shimarib, buzoqni so'ymoqchi bo'lgan edim, debdi ohuli chol. Buzoq tipirchilab bo'kira boshladi. Uning ovozi ham, harakati ham allaqanday tuyuldi. Hayajonga tushib, ixtiyorsiz pichoqni irg'itdim. Cho'ponni chaqirib, buni mollar orasiga qo'shib qo'yishni buyurdim. Jin bu ajib hikoyani zavq bilan tinglar edi. Ey jinlar podshohi, deb so'zida davom etdi ohuli chol. Amakimning qizi qayta uni so'yishga zo'rladi. Chunki u semiz buzoq edi. Biroq nima uchundir uni so'yishga jur'at qila olmadim. Ertasi uyda o'tirgan edim, birdan cho'pon hovliqib kelib, xushxabar keltirdim, dedi. Sevinch bilan quloq soldim. Cho'pon so'zlay boshladi. Mening bir qizim bor edi. U yoshligida yaqinimizdagi bir kampirdan jodugarlik hunarini o'rgangan edi. Kecha men buzoqni bu yerdan hovliga olib bordim. Qizim uni ko'rdi-da, allaqanday bir holatga tushdi. Oldin yig'ladi, so'ngra kulib, "Sizning qarshingizda ozgina bo'lsa ham qadrim yo'qmi?" dedi u. "Nega ustimga begona erkakni olib kirdingiz?" "Qani begona erkak? Nimaga oldin yig'lading-ku, so'ng kulding?" deb so'radim men.
Siz keltirgan bu buzoq xo'jayinimizning sehr qilingan arzanda o'g'li-ku. Uni ham, onasini ham boyning xotini sehr qilgan. Shunga kulgan edim. Yig'lashimning sababi onasi uchun, onasini otasi so'ygani uchundir, deb javob berdi qizim. Men benihoya ajablandim va tong yorishar-yorishmas sizga bildirish uchun shoshildim. Buni eshitgach, debdi boy jinga qarab, cho'pon bilan birga chiqdim. Lekin kamol shodligimdan cho'ponning uyiga yetguncha sharob ichmay mast bo'ldim. Uning uyiga yetdik. Cho'ponning qizi salom berib qo'limni o'pdi. Buzoq ham yonimga kelib suykaldi. Men qizdan bu buzoq to'g'risidagi gaplaring rostmi deb so'radim. Rost, dedi qiz. Bu buzoq sizning ko'rar ko'zingiz, hayot tomiringizdir. Men qizga, agar o'g'limni bu holdan qutqazsang, otang qo'lidagi butun mol seniki, dedim. Ey xo'jam, dedi qiz kulib. Menga mol kerak emas, ammo 2 shartim bor. Birinchisi, o'g'lingizni men bilan nikoh qilishga ruxsat etasiz. Ikkinchisi, bularni sehrlagan xotiningizning o'zini sehrlash uchun rozilik berasiz. Bo'lmasa, u bizni tinchitmaydi. Cho'pon qizining so'zini eshitgach, debdi boy jinga qarab. Hamma shartiga rozi bo'ldim. Yolg'iz otasining qo'lidagi emas, hamma borim uniki ekanini anglatdim. Javobni eshitgach, qiz qo'liga bir tos olib, suv to'ldirgach, allaqanday duolar o'qidi. Keyin buzoq ustiga borib, agar buzoq bo'lsang, o'z holingda qol, o'zgarma. Agar sehrlangan bo'lsang, oldingi holingga qayt, dedi-da, suvni buzoq ustiga sepdi. Buzoq bir seskandi-yu, odam shakliga kirdi. O'sha zahoti qizga iltijo qilib, amakimning qizi u bilan onasiga nimalar qilganini so'radim. U voqeani menga batafsil so'zladi. So'ng cho'pon qiziga o'g'limni uylantirdim. Cho'pon qizi amakimning qizini sehr bilan ohuga aylantirdi. Hikoya ajib ekan, dedi jin. 3dan 1 qonidan kechdim. Shu payt 2-chi chol o'rindan turibdi. 2 itli chol hikoyasi. Mana bu 2 it, debdi u so'z boshlab. Men bilan tug'ishgan birodarlarim, men kenjaman. Otam o'lib bizga 3000 dinor pul qoldi. Uchovimiz 1000 dinordan bo'lishib oldik. Men savdo qilish uchun do'kon ochdim. Katta birodarim savdo qilish niyatida safarga jo'nadi. Hamrohlari bilan 1 yilcha daraksiz ketdi. Bir kun men do'konda o'tirgan edim, bir gadoy kelib xayr so'radi. Xudo bersin, dedim men. Meni tanimading, deb yig'lab yubordi u kishi. Qarasam, bedarak ketgan akam ekan. Darrov o'rnimdan turib salom berdim va do'konga olib kirib ahvol so'radim. Ko'rguligim ko'p ekan uka, hech narsam qolmadi. Ortiqcha gap befoyda, deb so'zni qisqa qildi akam. Uni hammomga olib bordim, yangi kiyimlar kiydirdim, ovqatlandik. Xafa bo'lma, dedim men unga. 1 yillik foydamni o'rtada bo'lamiz, dedim-da, hisoblab qarasam 2000 dinor foyda qilgan ekanman. Benihoya quvondim. Foydani teng bo'lib 1000 dinorni akamga berdim. U ham do'kon ochdi. Bir qancha vaqt shod xurram yashadik. Kunlardan bir kun akalarim yana safarni orzu qilib qolishdi. Birga borasan deb meni ham zo'rlashdi. Unamadim. Safardan nima foyda qilibsizki, meni hadeb qistaysiz, dedim. Ularni ham bu yo'ldan qaytardim. Shunday qilib, o'z do'konlarimizda oldi-sotdi bilan mashg'ul bo'ldik. 6 yil shunday o'tdi. Ular ko'p marta yo'lga otlandilar. Har safar ham men ularning takliflarini rad qilar edim. Nihoyat 6-yili borishga rozi bo'ldim. Lekin, dedim men ularga, pulimizning bir qismini ko'mib ketaylik. Bir hodisa yuz bergudek bo'lsa, yana ish qilish va och qolmaslik uchun tamaddi qilishimiz mumkin bo'lar. Bu maslahatni ular ham ma'qul topdilar. Pulni hisob qildik. 6000 dinor ekan.
Yarmini yo'lga olib, qolgan yarmini yerga ko'mdik. Shundan keyin safar jihozlarini hozirlab, kemaga o'tirdik. Bir oy deganda mo'ljallagan shaharga yetib bordik. Birni 10 ga sotdik, ishlarimizni bitirib qaytishga hozirlandik. Daryo labiga kelganimizda yirtiq yamoq kiyimlarga o'ralgan bir qizga yo'liqdik. Qiz qo'limni o'pib, "Menga biror muruvvat qilmaysizmi? Men ham qaytarishga qodirman", deb iltijo qildi. Men unga "Qaytarmasang ham ehson qilishga qudratim yetadi" degan javobni berdim. "Meni o'z nikohingga olib, shahringga olib ket. O'zimni senga bag'ishladim. Marhamating natijasini ko'rishing muqarrar. Mening bu ahvolimdan jirkanma", dedi qiz. Qizning so'zini eshitib rahmim keldi. Qalbimda unga nisbatan bir muhabbat paydo bo'ldi. Qizni nikohlab oldim. Qimmatbaho kiyimlar, ziynatli o'rin jihozlari taqdim etdim. Uni hurmatladim, birga qaytdik. Borgan sari muhabbatim ortib, kecha-yu kunduz undan ajralmaydigan bo'lib qoldim. Bu sirni hatto birodarlarimdan ham yashirdim. Ular meni ko'ra olmay, molim uchun jonimga qasd qildilar. Necha vaqt uxlamay payimga tushdilar. Meni o'ldirib, molimga ega bo'lishga qaror qilgan ekanlar. Bir kech xotinim bilan uyquda yotgan chog'imizda ikkimizni ham ko'tarib suvga otdilar. Xotinim uyg'onib, bir seskandi-yu pariga aylandi-da, meni ko'tarib uchdi. Bir jaziraga olib borib tushirgach, o'zi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Izoh: jazira, orol. Tong otgach qaytib kelib, "Men", dedi u mag'rur bir qiyofada, "seni suvga g'arq bo'lib halok bo'lishdan qutqazgan xotining bo'laman. Men pariman. Seni ko'rib astoydil sevib qoldim. Odam suratiga kirib senga ko'rindim va dilimdagilarni aytdim. Sen ko'nib menga uylanding. Seni o'limdan qutqazdim. Ammo birodarlaring qilgan ishga g'azabim kelyapti. Ularni albatta o'ldiraman." Uning so'zlarini eshitgach taajjublandim. Qilgan ishidan sevindim. Lekin birodarlarim to'g'risidagi fikriga qarshi chiqib, ular haqidagi voqeani batafsil tushuntirdim. Ammo u o'z fikridan qaytmadi. "Bugun ular kelayotgan kema ustiga uchib boraman-da, hammalarini ham g'arq qilaman", dedi u. Akalarimni halok qilmaslik to'g'risida har qancha iltimos qilmay baribir qarshilik ko'rsataverdi. Nihoyat meni ko'tarib uchdi. Eshigimiz yoniga kelib qo'ndik. Eshikni ochdim. Ko'milgan dinorlarni olib, yana avvalgidek savdoga mashg'ul bo'ldim. Kechqurun do'kondan qaytsam, hovlida 2 it bog'loqlik turibdi. Meni ko'rgach itlar barimni iskab, bizlarni qutqar degandek ingray boshladilar. Bu sirga hayron bo'lib turgan edim. Xotinim, "Bular sening birodarlaring", dedi. "Ularni kim bu holga soldi?" deb so'radim. "Men", dedi xotinim. "Bularni onamga yuborgan edim. Onam it suratiga kiritibdi. Bular endi 10 yildan so'ng o'z hollariga kelsalar ajab emas." Men bularni qutqazish maqsadida uning onasi tomon ketar edim. Shu yerga yetib kelgach, mana bu hamrohlarga yo'liqdim. Ular menga boy voqeasini so'zladilar. Nima bo'lar ekan deb keta olmay qoldim. "Bu ajoyib hikoyang uchun", debdi jin. "Jinoyatchining yana 3dan 1 qonidan kechdim." Shu payt Xachirli 3-chi chol oyoqqa turibdi. Xachirli chol hikoyasi. "Agar", debdi u jinga qarab, "jinoyatchining qolgan qonidan kechsang, ularning har ikkisidan ham ajibroq hikoya so'zlayman." "Hikoyang ajib bo'lsa kechiraman", debdi jin. "Ey jinlarning sultoni", debdi chol, "bu Xachir mening xotinim. U bilan safarga chiqdim. Rosa 1 yil uni yo'qotib qo'ydim. Safardan kechasi qaytib uyga kirsam, xotinim bir qora qul bilan bir o'rinda o'ynashib, kulishib yotibdi.
Menga ko'zi tushgan hamon shoshib o'rnidan turdi. Suvlik qumg'on yaqiniga borib, bir nimalar deb pichirlagach menga qarab, bu suratdan chiqib, it suratiga kir dedi-da, suvni ustimga sochdi. O'sha zamonoq it suratiga kirdim. Keyin meni uydan haydab yubordi. Eshikdan chiqdim. Yura-yura bir qassob do'koniga yetdim. Do'konga kirib, so'ngak kemira boshladim. Qassob qaytarda meni o'zi bilan uyiga ola ketdi. Qassobning qizi meni ko'rgach, yuzini o'girdi va otasiga, "Nega erkak kishini hovliga olib kirasiz?" deb do'q qildi. "Qani erkak?" deb so'radi otasi. "Bu it", dedi qiz. "Bir erkak kishi xotini sehr qilib qo'yibdi. Men buni qutqarishga qodirman." Bu so'zni eshitgach, otasi yolvorib, qutqazishni iltimos qildi. Qiz suv solingan bir qumg'onni qo'liga oldi. Suvga qarab, allanimalarni pichirladi-da, suvni menga sepib, "Bu suratdan chiq, o'z holingga qayt", dedi. Men o'z holimga qaytib, uning qo'lini o'pdim. Qizdan xotinimni sehr qilishni o'tindim. Qiz menga biroz suv berib, uxlab yotganda sochsam, kutganimcha bo'lajagini anglatdi. Xotinimning uxlash vaqtini poylab, suvni sepdim-da, "Bu suratdan chiqib, Xachir suratiga kir", dedim. O'sha paytning o'zidayoq mana shu Xachir suratiga kirdi. "Ey jinlar podshohi ulug' sulton", debdi chol. Jin Xachirga qarab, "To'g'rimi?" deb so'ratdi. Xachir boshi bilan ishora qilib, to'g'riligini tasdiqlabdi. Chol so'zini to'xtatgach, jin zavqlanib kulibdi-da, boyning qolgan qonidan ham kechibdi. Shahrizod tong yorishganini payqab, hikoyani to'xtatdi. Singlisi hikoyaning ajibligini aytib, minnatdorlik bildirdi. "Shoh ruxsat etsalar o'lmay qolsam, davomi yana ham ajibroq", dedi Shahrizod. "Bu qiziq hikoyalar tamom bo'lmaguncha o'ldirmayman", deb ont ichdi shoh. 3-trek. 3-kecha. Singlisi Dunyozod hikoyaning davomini so'radi. Shahrizod "Jonim bilan" deb so'z boshladi. "Ey saodatli shoh", dedi u. "Jin boyning qonidan kechgach, boy qariyalarga o'limdan qutqazganlari uchun hadsiz tashakkur bildiribdi. Har qaysilari o'z yurtlariga yo'l olibdilar. Lekin", dedi Shahrizod, "bu hikoyani baliqchi hikoyasi oldida qiziq deyilmasa ham bo'ladi." "Baliqchi hikoyasi qanday?" deb so'radi shoh. "Baliqchi bilan dev." "Ey marhamatli shoh", deb boshladi Shahrizod. "Qadim zamonda bir qari baliqchi yashar ekan. Uning 3 farzandi va xotini bo'lib, ular qashshoqlik bilan kun kechirar ekanlar. Baliqchi daryoga har kuni 4 marta to'r solib, nima ilinsa shu bilan qanoatlanar ekan. Har kungi odaticha u bir kun tush vaqtida daryo labiga boribdi. To'rni yozib suvga tashlabdi. Biroz kutgach, ko'tarib ko'rsa, to'r juda ham og'ir emish. Kuchi boricha harakat qilib tortib olmoqchi bo'libdi, ammo suvdan chiqarib ololmabdi. To'rning uchini bir toshga bostiribdi-yu, o'zi yalang'och bo'lib suvga tushibdi. Ko'p urinib, to'rni daryo labiga tortib chiqaribdi. Keyin suvdan chiqib qarasa, u narsa o'lgan eshak ekan. Shu ham o'lja bo'ldimi deb achinibdi. Eshakni to'rning ichidan olib tashlabdi-da, to'rni yoyib, yana suvga solibdi. Kutibdi. To'rni ko'tarib ko'rsa, oldingidan ham og'irroq emish. Baliqchi sevinganidan katta baliq bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Yana yechinib suvga tushibdi. Qiyinchiliklar bilan o'ljani suv labiga olib chiqibdi. Qarasa, loy to'la bir xum ekan. Tabi xira bo'lib shunday debdi: "Darg'azab taqdir yumshal, qahrdan sanchmay tikan. Rizq istab chiqqan erdim, u tamom bo'lgan ekan." Xumni uloqtirib yuboribdi. Yana to'rni siqib, tozalab, 3-marta daryo labiga kelibdi. To'rni tashlabdi.
biroz kutibdi. Bir narsa ilingandek to'r og'irlashibdi. To'rni tortibdi. Qarasa, sopol, so'ngak va shisha siniqlari emish. Qayg'u alamga botibdi. Yuragi siqilibdi, osmonga qarab, "Ey Xudo", debdi u. "Bilasanki, men 4 martagina to'r solaman. To'rni 3 marta daryoga tashladim, ammo hech narsa ilinmadi." Baliqchi 4-marta "Bismillah" deb to'rni yana tashlabdi. Biroz kutib turgandan keyin to'rni ko'taribdi. To'r yerga yopishganday og'ir emish. "Tavba" deb shu baytni o'qibdi. "Bo'lsa gar turmush shu xilda doimo afsuskim, unda men qayg'u alamlar ostida har vaqt jim." Kiyimlarini yechib yana suvga tushibdi. Tushgan o'ljani arang olib chiqibdi. U narsa og'zi qalaylangan ko'za bo'lib, ichi nima bilandir to'la emish. Og'zining qalaylangan joyida Sulaymon payg'ambar uzugining naqshi bor emish. Buni ko'rib ovchi xursand bo'libdi. "Buni miskarlarga sotsam 10 dinor